Kecha soat 12da bitta katta xato qilib qo'ydim. Dietamga tupurgan holda bir dunyo shirinlik zakaz qilib, bo'kib yebman o'zim. Xo'jayinimga endi shuncha kaloriyani qanaqa chiqaraman desam, yeganing shu bo'lsin dedilar. Rahmat kattakon zo'r podдержка qildingiz dedim deb, mana ertalabdan likillab hovliga chiqib ishlarimni qilishni boshladim. Hademgidek sizlarga ham o'zimga ham yoqadigan qilib, hamma joy enasini ko'rsatib, ko'pirtirib tozaladim. Yomg'ir yog'di, changlar ancha ketdi, biz xursand bo'lishga ham ulgurmadik. Sababi yonimizda stroyka bo'lyapti. Boshimizdan tinmasdan chang sochib turadigan qo'shnilarimizga ham joni sog' bo'lsin. Maza qilib ko'pirtirib yurgandan keyin hamma joy shala bosinchi qilib, shrankada shirillatib suv sepaman deb ikkita qizim yonimda o'ynab yurgani esimga tushib qolib, prosta taklatda dard ola qoldim. Oyog'imdan o't chaqnab shuncha ish qildim-ku, yiqqan tergan kaloriyalarim yarim bo'lsa ham ketgan dedim-da, tinchgina uyga kirib qoldim. Hech ham xavotircha qilmamadi. Yaxshi ham shu baxtingga NL bilan Shahzoda pen borlar dedim-da, uyga kirib papog'imni kiyib drayn effektimni ichishni boshladim. Sizlar ham menga o'xshab bir oyda 10 kilo vес tashlamoqchi bo'lsangiz, bemalol Shahzoda pamga murojaat qilinglar, sizlarni cho'tka qilib model qilib ozdirib beradilar. Даже 10 kilodan ham ko'p vес tashlasangiz bo'ladi. Конечно, programmadan chiqmagan holda mani ko'rdinglar, направо-налево yurib shirinlik yeb qo'yadigan odatim bor. Nu, shunda ham bu yomon rezultat emas. Birinchi bo'lib ertalab turganinglarda drayn effekti ichib olasizlar. Menda qizili ham yashili ham bor. Ikkalasini ham mazasi juda ham приятный. Ichishga umuman qiynalmaysizlar. Ozish uchun nabor olganinglarda обязательно detoks olishinglarni ham maslahat beraman. Sababiki bu jigardagi yog'larni zo'r ketkazib beradi. Kokteyllarning mazasini gapirmasam ham bo'ladi. Bitta ko'tarishda aniq ichib qo'yasizlar. Ichidagi vitaminlarga keladigan bo'lsa, uyda qiladigan eng zo'r domashniy ovqatinglardan ham ko'proq vitamin bor. Qorninglarni juda ham to'q tutadi. Ayniqsa tug'gan ayollarimizga sirazi ozmoqchi bo'lsangiz, NL mahsulotlari juda ham zo'r. Foydali tomonlariga keladigan bo'lsak, sutinglarni ko'paytirib beradi, bolalarning vesiga umuman ta'sir qilmaydi. Shahzoda pam profillariga o'tib olib, zo'r odzivlarni ko'rib, o'zingiz uchun motivatsiya olinglar. Disketkaga tushgan naborlarni olib, cho'tki bo'lib ozib olinglar. Keyingi reelsda ko'rishguncha hammaga xayr. Bu videoni bo'lsa ozmoqchi bo'lgan danshilarga jo'natib qo'yinglar.